Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Demak, Tashqi ishlar vazirligi va o'sha Fransiya davlatidagi boshqa davlatdagi elchilarning jimligi xuddiki Xitoy elchisini gapirgan gaplarini haqiqat deb tasdiqlab qo'ygandek bo'lib qolyapti-da. Bu qanday no'noq tashkilot bo'ldi Tashqi ishlar vazirligi? Butun bir davlatni sha'nini himoya qilish kerak bo'lgan tashkilot jim bo'lib yurishi yoki juda ham sekin harakat qilishi. Oldin ham mana baraka topsin Azon TV'ni jamoasi tomonidan juda chiroyli bir videolar qilindi. Albatta ko'rishinglarni xohlardim. Ilgari ham o'sha rangli inqiloblar bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz degan gaplar bilan xuddiki bizning nomimizdan gapirishga huquqi bordek Rossiya va Xitoy davlatlari o'sha rahbarlari uchrashganda bir bayonotlar e'lon qilingan edi. Bugun endi Xitoy elchisi ketyapti va bizdagi ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi siyosatchilarimiz oqlashga harakat qilyapti. Bu elchining o'zining shaxsiy gapi. Xitoyni bu ayblab qo'yishimiz kerak emasmish. Demak, Xitoyda tor doirasidagi insonlar mana shu narsalarni muhokama qilyapti. Tushunyapsizlarmi? Og'zidan o'zi chiqmaydi. Elchi juda ham ayyor inson. Unga mamlakatning sha'ni, obro'si ishonib topshirilyapti. Biznikilarga o'xshab qarindosh urug'chilik emas. Xudo xohlasa. Va u bilib bilmasdan gapirmadi, shunchaki gapirmadi. Markaziy Osiyoni suvereniteti, ya'ni mustaqilligi, uni tashqi siyosatdagi o'rni, gapiradigan gapini biz belgilab beramiz deb nagli aytdi. Betga cho'parlik aniq aytib qo'ydi u yerda. Bizga qarshilik ko'rsatmayotganligi, jim bunaqa sus munosabat bildirishi buni tasdiqlab qo'yyapti. Va mana shuni eslaymanki, Rossiyada Federatsiyadan qaytganimdan keyin ba'zi bir oliy ma'lumotli yuqori tabaqadagi ofitserlar tergovga chaqirib turib, o'zlaricha suhbat o'tkazamiz deb turib, oilalarimizga ham bosim qilayotgan bir paytda biz aytgan edik, Xitoy mana shunaqa qildi, Uyg'urlarga bosim qildi. O'sha Rossiya Federatsiyasida turib ham Toshkentga kelganimizdan keyin ham Uyg'urlar masalasini ko'tarmayapmiz. Turkiy xalqlarning ichida eng og'aynisi, eng yaqini bizga Uyg'urlar qattiq bosimga uchrayapti u yerda, din tomonlama, suveren mustaqilligi tomonlama, oilalariga hattoki qizlarini majburlab Xitoyga turmushga berish uchun majburlashyapti. Oilalarning ichiga xitoyliklarni yotqizib uxlatishga majbur qilishyapti. Cho'chqa go'shtini majburlab yedirib, spirtli ichimliklar majburlab ichirib, ularni itoatga uchrattirmoqchi. Koloniyalar million kishilik qamoqxonalar tashkil qilib Uyg'urlarni ushlab turishganligi, nafaqat Uyg'urlar, Shimoliy Turkiston, Sharqiy Turkistondagi, Doğu Turkiston, bugungi Xitoy qo'ygan nomi Shinjondagi Uyg'ur qarindoshlarimizni o'sha yerda yashaydigan Uyg'urlar bizniki emas deb aytayotgan o'sha o'zbeklar uchun aytishim mumkin. Tili, dini, nafaqat tili, dini, u yerda o'zbeklar ham yashaydi. Alaxon To'g'ri Sog'oniy janoblarni qanchalar Uyg'urlar hurmat qilishini, bu o'zbeklarning o'zi Alaxon To'g'ri Sog'oniy kimligini bilmaydigan darajaga tushib qoldi. O'sha qo'shtirnoq ichidagi savodli ofitserlarimiz malaka oshirib kelib Xitoyda o'z xalqini qanaqa rejimga bo'ysundirishni o'ylashning o'rniga o'z anaqasini, davlatini kelajagini ozgina o'ylasa bo'lar edi. Bugun juda yaxshi o'sha ziyolilarimiz tomonidan, baraka topsin Azon TV tomonidan juda ham ko'plab o'sha olib chiqilib xalqimizni, o'sha tirikchilik g'amidagi xalqimizni bu narsalar bilan tushuntirishga harakat qilishyapti. Biznikilar esa ertalabdan kechgacha konstitutsiya biznikida milliardlab so'mlarni sovurib yuborishyapti. Bilmadim, bizning davlatchiligimiz qanday ahvolda. Haligacha to'laqonli bir javob berisha olishmasa Xitoyning bunaqa bayonotlariga. Nimadan qo'rqishadi? Nimadan? Hammasi oshkor bo'lib bo'ldi. Gazni yashirib turib, qancha miqdorda sotganinglarni Xitoyda o'zi bayonotida chiqarib tashladi. Sizlar O'zbekistondagi bayonotda kam ko'rsatib, qanchalar pullarni o'sha sizlar aytadigan qora iqtisodiyotda kimlar yurganligi haqida ham. Lekin aylantirib baribir oddiy xalqni ayblashda davom etyapmiz. Hamma narsaga oddiy xalqning dangasaligi, hamma narsaga oddiy xalqning befarq. Oddiy xalq bir narsada aybdor bo'lishi mumkin. Haqiqatdan ham siyosiy qarashlarini bayon etmaganlikda, siyosiy mas'uliyatni o'ziga olmaganligi uchun aybdor bo'lishi mumkin. Bu jarayonlarda aybdorlar o'zi biladi kimligini. Gapirsang jinoyatchiga chiqarib, qanaqa aybni ham bo'yinga yuklab qo'yish qiyin emas bizning sudlarimiz uchun, shaffof sudlarimiz uchun. Sog' salomatlik tilayman. Referendum yaqinlashib kelyapti. Referendum yaqinlashayotgan bir paytda bizni suverenligimiz yoki emasligimizni shubhaga qo'yib qo'yishdi. Bundan yaxshi xabaringlar bo'lsin deb video qilyapman. Shunchaki bir mas'uliyatni yelkamdan olib qo'yyapman. Ziyoli degan inson, uyg'oq insonlar, o'sha ustozlar aytgan edi, uyg'oq insonlar qolganlarni ham uyg'otishga majbur.
va buni ko'rgan boshqa ziyolilarimiz ham hech bo'lmaganda bitta fikrini aytib bitta video qiladi yoki post qiladi degan umiddaman. Sog' bo'linglar.